Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Jimat darslarimiz davom ettiramiz. Nasib bo'lsa bugun 3-darsimiz problem solving tipidagi sodda masalalar yechimlari. Xo'p, endi bugungi darsimizdan boshlab har darsimizda, har videomizda 15 tadan masala ko'rib boramiz. Masalalar darsdan darsga o'tgan sari qiyinlashib boraveradi. Video avvalida, demak, mavzuda keltirilgan lug'atlarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bu lug'atlarni Telegram guruhimizga tashlaganman. O'sha yerdan daftarlaringizga yozib olib, yodlab olishlaringiz kerak. Xo'p, endi lug'atlarimizda ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladi. Masalalarimiz murakkablashgandan keyin lug'atlarda ozgina o'zgarish bo'ladi. Bu o'zgarish qanaqa? Masalan, e'tibor bersanglar, mana bu so'zlar hammasi matematikaga doir so'zlar. Square region, kvadrat maydon, area yuza, uzunlik, hammasi matematikaga bog'liq so'zlar. Lekin mana bu yerda playground so'zi kelyapti, o'yin maydonchasi. Xo'p, ikkinchi lug'atimiz davomini ko'rsak, xo'p, rooms so'zi kelyapti, rooms xonalar. Ya'ni o'sha matematikadan tashqari qo'shimcha so'zlar kelyapti. Masalan, mana certain, ma'lum bir, bridge, ko'prik. Talaffuzimga e'tibor bermaysizlar. Ingliz tilini yaxshi tushunadigan ustozlar. Men o'zim ham ingliz tilim unchalik kuchli emas. Xo'p, masalalarimizni boshlaymiz. Birinchi masalamiz. E'tibor bersanglar, mana bu yerda lug'at keltirgan vaqtimda birinchi, ikkinchi darsda keltirilgan so'zlarni imkon qadar keltirmaslikka harakat qilyapti. Nega? Chunki u so'zlar o'zi bizada bor. Biz yangi so'zlarni ko'rib ketaveramiz. Xo'p, birinchi masalamiz. Xo'sh, tarjimasiga e'tibor beramiz. For all positive integers m and v virgulgacha. For uchun all barcha positive integers musbat butun sonlar m va v musbat butun sonlar uchun, barcha musbat butun sonlar uchun expression ikkinchi darsda keltirib o'tganmiz ifoda. M theta v ifoda ko'rsatadi. Xo'sh, m v ga bo'lingandagi qoldiqni. Demak, barcha butun musbat m va v sonlar uchun mana bu ifoda m v ga bo'lingandagi qoldiqni bildirar ekan. Ya'ni, xo'sh, buni masala shaklida yozsak, 7 theta 3 masalan bildirar ekan. Xo'p, 1 ni, ya'ni 7 3 ga bo'lganda chiqargan qoldiqni bildirar ekan. Xo'p, what is the value of, demak, qiymati nimaga teng? Mana bu narsaning qiymati nimaga teng deyapti. Xo'p, birinchi, demak 98 o'sha ifoda 33, ya'ni 98 ni 33 ga bo'lgandagi qoldiq. Xo'p, 99 bo'lganda 3 ga bo'linardi. Demak, qoldig'imiz birinchi holatda 32. Endi 32 mana shu theta belgisi va 17, ya'ni 32 ni 17 ga bo'lgandagi qoldiq. Xo'p, bu 15 ga teng. Ikkinchi qismiga o'tamiz. 33 ni 17 ga bo'lgandagi qoldiq. Demak, bu bizga 16 ga teng. Xo'p, 98 ni 16 ga bo'lgandagi qoldiq. Bu 2 ga teng. Demak, birinchi ifodamizning qiymati 15 ayrilgan, ikkinchi ifodamizning qiymati 2. So'zlar ko'ryapsizlar. Masala tarjimasi oldingi masalalarimizga ko'ra ancha uzunroq, lekin ishlash yo'li o'sha o'zimiz bilgan sodda matematik misollar, elementar matematika misollari. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Xo'sh, bizga endi bu masalada yangi so'z kelyapti, approximately so'zi kelyapti. Demak, bu so'z lug'atdan ko'rsak taxminan degani. Ya'ni so'rayapti. Mana buning qiymatini taxminan ayting. Ya'ni yaxlilab aytishimiz kerak. Xo'p,
Bunaqa misollar jimatda 2 ta 3 ta keladi, shu tipdagi, ya'ni taxminiy yaxlitlab hisoblashga doir misollar. 39,897 sonini yaxlitlab olamiz. Xo'p, 40 deymiz. Ko'paytirilgan 0,1096 sonni ham yaxlitlab olamiz. 198 sonini ham yaxlitlab 200 shaklda olsak. Uzr ustozlar, mana shu yerda bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Xo'p, hozir shu narsani qisqagina aytib ketaman. Jimatda bitta narsa bor. Mana bu 39,897 soni bilan 198.76. Shuni farqini aytib ketishim kerak. O'zim ko'p adashaman. Hozir ham adashib ketdim qiymatida. Demak, vergul mingni bildiradi. Minglar xonasini bildiradi. Nuqtacha jimat misollarida o'nlik asrni bildiradi. O'nlik asr. Biz o'zimiz ishlagan misollarda, o'zimiz matematikada vergulni o'nlik asr deb olib ketamiz. Demak, jimatda shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Vergul bizga mingliklarni ajratuvchi xona sifatida, ya'ni belgi sifatida qo'yiladi. Nuqtacha o'nlik asrni bildiradi. Xo'p, misolimizda ishlasak, demak 39,897 sonni 40,000 deb yozib olamiz mana vergul bilan. 40,000 deb yozib olamiz. Bunisini 0,01. Xo'p, taqsim 200. Demak, 0,01 va 2 ta 0 qisqarsa 400 taqsim 200. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Demak, lug'atdan tarjimasini qaraymiz. F so'zini juda ko'p ishlatyapmiz. Agar deb shart beradi. Xo'p, square region, ya'ni kvadrat maydon. Square region lug'atda keltirilgan kvadrat maydon. Keyin ustozlar bitta narsani aytib o'tishim kerak. Darsni videoni ko'rish davomida iloji boricha videoni ko'rishdan oldin o'sha lug'atlarni daftarlaringizga yozib olinglar. Keyin men videoni tashlagandan so'ng videoni ko'rish davomida o'sha lug'at oldlaringizda tursa, mana men so'zni aytaman, siz ham har qo'shimcha har ehtimol o'sha tushunmasangiz lug'atdan qarab olasiz. Ya'ni 2 karra plus bo'ladi. Xo'p. Agar kvadrat maydon has so'zini bor deb tarjima qildik, ya'ni ega bor deb tarjima qilinadi. Area bu yuza. Xo'p, kvadrat shakldagi maydonni yuzasi n deb tarjima qilinadi. Demak, agar kvadrat shakldagi maydonning yuzasi n bo'lsa, ya'ni demak kvadrat maydon uning yuzasi n ga teng. Xo'p, what is the length of the diagonal of the square in terms of n? In terms of n degani n ga bog'liq holatda tarjima qilinadi. Demak, what is nimaga teng? Uzunligi diagonalning kvadratning. Demak, kvadrat diagonalning uzunligini n ga bog'lab topishimiz kerak ekan. Xo'p, mana bu diagonal. Kvadratni tomonini topsak, a kvadrat teng n, a teng ilzosida n. Xo'p, biz bilamiz, diagonal teng ilzosida 2a. Demak, diagonal teng ilzosida 2n. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, keyingi masalamiz shartiga e'tibor beramiz. Shart unchalik murakkab emas. Agar a soni mana shunga va b soni mana shunga teng bo'lsa, keyin mana buning qiymati nimaga teng? E'tibor beringlar, tarjima doimgidek orqadan kelamiz. Mana buning qiymati nimaga teng? Xo'p, bizga a ning qiymati berilgan. Demak, a ning qiymati
1 plus 1 taqsim 4 64. B ning qiymati 1 plus 1 taqsim 4 Ag. Xo'p, A minus B ning qiymatini so'rayapti. Birdaniga yozamiz. Xo'sh, A minus demak B ning joyiga 1 minus 1 taqsim 4 A. Xo'p, demak, qarama-qarshi ishorali sonlarimiz qisqarib ketadi. Bizga javob 256. Keyingi misolimizga o'tamiz. Xo'p, shartiga e'tibor bersak, agar x kvadrat minus 2x minus 15 nolga teng va x musbat bo'lsa, which of the following, demak, quyidagilardan qaysi biri nolga teng bo'lishi kerak? Must be equal to 0. 0 bo'lishi kerak. Xo'p, ozgina texnik muammo bo'ldi. Uzr ustozlar, mana shu yerda ozgina texnik muammo bo'ldi. Hozir darsni davom ettiramiz.